Пальчики вкусные? Да? Biz mana shunaqa yangi qiliq chiqarganmiz. Havo ajoyib o'xshab ko'ryapti. Biz hali chiqmadik lekin ko'chaga. Soat 10 atrofi ertalab. Qizimmi dumaloqqina, yumshoqqina, shiringina oyoqchalar. Mana shu oyoqchalar qachondir meni qornimda tipirchilab o'tirgan. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ha? Sladость. You're so sweet, girl. You're so sweet, mommy. I love you. I love you. I love you so much. I love you so much, my smart girl. Mommy. Yeah. I love you. You love me too? Huh? Biz har xil tillarda sevgi izhor qilamiz bir-birimizga. Qizim o'zini tilida, men o'zimni tilimda, ingliz tilida, rus tilida, hamma tilda. Ha, qizim? Shunaqayamiz lovable bizda bir-birimizga, qizim. Jonim meni, shukurim. Пальчики такие сладкие. Ну-ка, дай-ка ручки. Ай, какие ручки, Лолош. Ай, какие ручки. Какие лёчки такие. Сладкие лёчки, почка моя, почка. Короче, kechqurun judayam kech uxladim. Вообще 3:30 где-то shunaqa. Chunki YouTube'ga oldingi videomni qo'yganimda juda ham uzoq upload qildim. Даже ertalabgacha YouTube'ga chiqmagan ekan. Keyin hozir недавно chiqdi. Xullas shunaqa qilib, rosa ham kech uxlab, endi shunaqa ham sleepy bo'lib o'tiribman. Qizim. Mama такая sleepy у тебя, qizim. Mamush. Agar qizim turmaganida men hali beri uxlagan bo'lardim. Ne? Love you, mama. Love you. Ah. Buchka. Qizim kameraga qarashni juda ham yaxshi ko'radi. Что это? Это камера. Kamera. Ne? O'zimni ko'rganda hayron. Nima ekan, kim ekan bu qiz? O'zini taniydi, lekin ko'p oynaga qarataman qizim. Oynaga qaraymiz har zamonda. Har zamonda borib oynaga qaraymiz. Oy, sladость. Qizim qancha menga endorfin moddalarini chiqarishga yordam beryapti. Endorfin ishlab chiqarishga, chunki bilasizlar-ku, baxt formulasi. Gormonlar ya'ni. Ay, sochim. Hozir bergan sutimni tushirib yubording yerga qaratib. Endi yana nimalarnidir og'zingga tiqyapsan. Yoningda qo'lingga tushgan narsa. Hech narsa qilmasa qo'lingni ham yeb qo'yapsan momentan. Voy jonim, mana shuncha gap qayerdan kelyapti qizim sizga? Nasıl gapdan qiz bo'lasiz?
Gapdan qiz bolasi. Gapdan bolasi. Я думаю, она поет. Да, кызым? Красиво поешь так. Так красиво поешь ты. Лелостя? Пунка-пунка-пунка-пунка. Ой, упс. Сорян. Сорян. Мимись. Qizimni uxlaganidan бесполезный foydalandim. Ya'ni telefon tutkalab o'tirdim internetda, TikTok ko'rib, ana shunda vaqtim ketib qoldi. Уже qizim turdi. Qizimka. Qizimka. Loloshka. Ustlarini ham ochib tashabdi qizim. Qizim, turdingizmi? А siz telefoningizni titkilab o'tiravering. Men uxlab turdim даже, скажи. Да? Men buni uxlagan vaqtini o'zim zavtrak qilishga sarflamoqchi edim. Afsuski, bu ideyamni TikTok o'g'irladi mendan. Oyoqchalaringizdan siz ishlang qizim mana. Asal qizim. Asal qizim. Pampersingiz to'ldimi? Almashtiramizmi? Shu qo'lida shirasi borda qizim, qo'lida shiralari bor. Ay, laloshi. Shunaqa ham shuni qis tug'amanmi? Qizim 3 oylik bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'p gapiradi. Buning sababi esa uni oyisi juda ham ko'p gapiradi unga. Qizim bilan chaqchaq qilaman, qo'shiq kuylab beraman, ertak aytib beraman. Buning ustiga bir nechta tilda gaplashaman. Lekin shunday bo'lsa ham asosiy o'zbek tilini saqlab qolishga harakat qilyapman. Qizim yana bir himoyalarni yuvib tozalab oldim. Va pamperslarni almashtirdim. Da qizimxon? Juda ham shirin bo'ldilar qizim yana. Qo'lcho'lari ham shunaqa shirin, вкусный bo'ldi. Himoyalarni yuvdik qizim, ha qizim? Ой, сладость. Pretty little baby. I say pretty little baby. Bee. Bee. Butulkani ko'rsam boshqa xursand bo'lyapti. Qani. O'zimga zaptalik taxlaguncha sizlarga o'sha til o'rgatish haqidagi metodni aytib beraman. Men qizimga 3 ta tilda gapiraman: o'zbek, ingliz va rus tillarida. Lekin hammasini o'z vaqti bor. O'zbek va rus tillari kunlik planga o'tib ketadi. Yana xohlagan paytim gapirishim mumkin. Chunki rus tili meni o'zbek tilimga qo'shilib ketgan. Orada rus tili, ruscha so'zlarni ko'p ishlataman. Aynan ingliz tiliga keladigan bo'lsak, ingliz tilida unga qo'shiqlar yoki kitoblar o'qib beraman. O'shanda imminni ingliz tilini ko'proq eshitadi. Manga interest now. Mana shunday sovuraman. Qachondir meni yetsa o'xshab chiqarmikan вопрос. Nimaga bu ekran lipir-lipir qiladi tushunmayman. Mana ahvol. Maymunlar yig'lab bordi ahvoliga. Yetsa пошёт у меня фигня, короче, получилась. Неудивительно. Что будем делать? Нечего поделать. У меня дома не остались этих cherry помидорс. Поэтому я только салат барги сегодня буду употреблять. Моя очень вот. И хотела вот яйцо пошел себе сделать. Мне муж отправил новый рецепт. Но он у меня не получилось. Ужасно получилось. Я вроде по рецепту делала. Okay, anyways. We
just put it here. Моя радость, она меня всегда радует. Хорошо, что она есть. Ну и забей яйца пошел мамаш. Диакт. Да, кызым? Ты есть у меня. Яйца пошел мой. Люлёшина. Эх, shunaqa qilib men xohlagan завтрагim o'xshamadi. Настроением buzilib lekin qizim mendan настроениемni ko'tarib qo'ydi. Mayli, farqi yo'q deb mazza qilib qornim to'ysa bo'ldi deb keyin mazza qilib ovqat yedim. Ну вот такой у меня завтрак получилось. И коллаген yapıyorum. Qizimni kachelasiga qo'ysam, "Iya, siz ovqat yerkansiz, men o'tirar ekanmanmi?" deb yig'ladi. Keyin o'zim bilan o'tirib, mana ovqat yeyapman. Ovqat yeyishimni yaxshi ko'radi, tomosha qilib o'tiradi. Nima qilyapti ekan oyim deb xayolida bir narsalar o'ylasa kerak-da endi. Shu narsaga amin bo'ldimki, o'zim bilan olib yursam, nima ish qilsam, uni tomosha qiladi va unga u narsa doim qiziq bo'ladi. O'sha qizim zerikib ketdi, albatta mana doim narsadan zerikadi. Qaytarib joyga olib qo'ydim kachelasiga. O'zim esa yana bir endi shirinlikka o'tib ketdim bu yoqda. Asallarni oldim, endi esa yig'ishtir ishlarga o'tib ketdim. Shipillatib hamma yoqni tozalab chiqib yig'ishtirib, keyin esa qizim bilan o'ynayman degan niyat bilan ish boshladim. Qo'llarni shimarib, perchatkalarni kiyib, tarelkalar qoladimi, kastrulkalar hammasini shipillatib yuvib tashladim. Ani plitam o'lgur yaltiramaydi. Shunga yaltiraydigan narsa sotib olganman. Spetsialniy shu plita uchun. Yaltiratib qo'ydim endi mazza. Qizim bu yerda janjal qilyapti. Qizim, o'zingiz yurkib ketdingizmi? Jonim qizim meni. Asal qizim. Улыбашкам. Улыбашкам. Smiley girl, smiley. I love you so much. I missed you. I missed you, baby. I missed you so much, baby. Yeah, I missed you. Menga kelasizmi? Menga kelasizmi? Opa qilaymi? Opa qilaymi? Qo'lim ushlab olgan. Opa qilaymi qizim? Jonim qizim. Dumbokcham, mana dumbokcham. Keling, olaman. Hop, keling. Keling. Odamni ahmoq qilmasdan ko'tarsangiz-chi, deng qizim. Keling. Laloshim. Oh. Какой сладость. Jonim qizim mana shu. Erka qizim mana shu. Keling. Kameraga qarab yig'lavering, bitta qizim. Hamma sizni yaxshi qiz deb o'ylaydi-da, bor. Yig'lamaydiga, aqlligina, yaxshi qiz. На самом деле? Да? Ага, когда камеру видим, мы улыбаемся. Камера yo'lda bu. Какая сладость. Какая? Dumbaqdan. Qizimga simirib ketmayapsizmi? Ko'z tegirmay ayak qiling qizim. Ko'z tegirmay menga qo'ying, semasam semirman. Kichkina mayli o'qiling. Loloshi. Ana bitta trend bor edi-yu. Bundoq simaj qiladi-da, qo'li bilan bundoq qiladi ekan. Nima qilib bolasi qo'lini ochadi-yu? Shunaqa trend simaj qilishimiz kerak qizim. Qachon qilamiz? Ой, jonim mana loloshi. Asal qizim. Да? Что это? Это камера? Это камера? Kelinglar shu bechora gulga suv beraylik-chi. Balki saqlab qolarmiz hayotini. Qizimni badark o'ljasini saqlab qolish operatsiyasi. Gulga suv berib ko'raylik-chi. Bunga bitta dori olib kelish kerak edi. Oy. Qornidan ushlagandim shekilli qizim. Кусварди, кузим. Кусвардись, ма. Ладно, тебе можно. Смотри, кузим. Туда чуть-чуть водички наливаем. Но это горячая вода. Уже тухтап turgan suv bo'lishi kerak. У нас есть такое? Наливаем водичку. Наливаем. Shipshak olish kerak, sudan suv sepiladi shunda. Lekin barglari yam-yashil. Umid bor qizim. Вот. Надеемся, этот цветочек
Будет еще расти. Да, kızım? Gulchani mana shu yerga qoldiramiz. Podokonnigida quyosh tushib, balki yasharib ketar gulchamiz. Mamush, qara hamma yog'imga qisib olding qizim. Это что такое? Переоденемся? Или boshqa kiyim kiyamiz qizim? Так нельзя. Девочкам нельзя так ходить. Чистенько должно быть. Да. Кызым. Пипили. Папалам, папалам. Переодеваемся, малам. Мамалам, папалам. Раз, два, три. Хоп. Ой, adashib ketdik. Ух! Лулуш переоделась? Да? Все, опа, опа, опа. Ой, сладость какая. Это что? Это что? Что это? Какая ты сладкая! Какая ты сладкая, малышка! Малышка! Малышка, моя малышка! Моя малышка! Пу-пу-пу-пу! Пу-пу-пу-пу! Далечки! Моя малышка! Она смотрит на эти рисунки. На свои куёнчала. Что это, кызым? Куёнча? Такая внимательная. Такая внимательная, кызым. Лулюся. Мой сладкую. Переодела свою девочку. Теперь эта девочка наверняка будет спать. Потому что она устала. Устала. С мамой готовила, мама покусила, она поиграла. Да, кызым? Теперь gul sug'ordik qizim bilan hali. Endi qizim uxlaydi. Uxlaydimi qizim? Uxlashga boramizmi? Uxlashga yotamizmi qizim? Uxlaymizmi? Uxlaymizmi? Qancha jon kuydirmasam ham, 25 millionta qo'shiq aytib bermasam ham, qizim uxlagisi kelmasa, uxlamasdan yuraveradi. Mana shu yerda ham zo'rg'a endi har balo qilib ko'ryapman. Uxlasin qani qizim deb, lekin hech uxlamadi. Uxlashimiz qiyinlashyapti, nimagaligini bilmayapmiz. Bu qildim, oxir oqibat qizimni uxlatib qo'ydim. Xudoga shukr. Asal qizim rasam shiringina bo'lib, dumaloqqina bo'lib uxlayapti mana. Dumboqqina yuzchalaridan o'pib olgisi keladi odamni. Qo'lchalarini shirinligini. Voy, tuf. Alloh o'zi yomon ko'zdan, balo qazodan asrasin. Men bu yerda ham jon kuydirib video olgan ekanman. Lekin fokusni nenormalni qo'yib qo'ygan ekanman. Fokus bilmayman, qattiq ish qilib xira-shira bo'lgan video. Hamma yoqlarni yaxshilab tozalab, changlarini olib, pastellarini tozalab, hamma narsalarni yig'ib, xonani yig'ib qo'yamman, chunki qizim uxlayotgan payti, aynan uxlagan payti bu ishlarni qilib olmasa, boshqa payt bo'lmaydi. Ну, конечно, turgan payti ish qildirishga qo'ymaydi-ku. Shuncha narsaga qayerdan keladi? Unisini u yoqqa tiqdim, bu yoqqa tiqdim, ish qilib bir balo qilib narsalarni joyladimda, короче, har kun shuncha narsa paydo bo'ladi, bilmayman, qatdan paydo bo'ladi. Har kuni esimdan chiqib ketadigan, ona bo'lganimdan beri esim pes bo'lgan va mana shu tabletkalarimni ichishga qaror qildim. Aytgancha, esing pes bo'lganmi degan iborani maktabdagi ingliz tili o'qituvchim ishlatardi. Yevropada mana bunaqa trench kiyib yurish moda, hamma joqqa. Mana bu esa bizning osmonimiz juda ham chiroyli. Musabbo deganlaridek avtobuslarimiz. Aytgancha yaqinda mana bu kollagen ichishni boshladim. Foydasini sezaman. Oldinlari hamma yog'im juda ham ko'p og'rirdi tug'ruqdan keyin.
muskullarim ya'ni. Ichishni boshlaganimdan keyin ishoninglar yo'q, kamaygan xudoga shukr, ming marta shukr. Oldinroq boshlaganimga afsuslanaman. Keyin mana bunaqa vitamin D3 olganman. Buni ham ichishim kerak, lekin faqat ismdan chiqadi. Bu ertalab obedgacha ichilishi kerak bir marta, lekin men именно obeddan keyin esimga tushadi. Yorug'da yuzimdagi dog'lar ko'rinarkan, prям hamma narsa qizargan, nimagadir yuzim. А тут покраснение, krem olishim kerak. Это что вообще? Oftobdan bo'lganmi bilmayman mana. Qizim uxlaganicha spalnini ozgina porядок qildim. Lekin mana bu pardani to'g'rilashim kerak, mana shu yerga chiqib. Bo'yim yetmaydi. Endi yuzimni yaxshilab yana bir marta yuvib, uhud qilishim kerak, kremlar surishim kerak, chunki qizim turgandan keyin ko'chaga chiqishni rejalashtiryapman. Toza havoda aylantirib kelmoqchiman qizimni. Ko'chada oftob. Shu yuzimga kremlarni surib olishim kerak, yana battarroq bo'lmasligi uchun. Ayollarning kunlik meditatsiyasi, ya'ni yuz parvarishi uhudlarini boshlab yubordim. Nimagadir uhud qilsam yuzimga hamma qolgan problemalarim ham, qiladigan ishlarim ham hamma narsa esimdan chiqadi. Mazza qilib o'zimga o'zim vaqt ajratgan bo'laman. Lekin farzandli bo'lganimdan beri shuni tezroq qilishni o'rganyapman. Shunaqa avtomatda ishlayman-da, bu mana tezlikda olingan bo'lsa ham, tezlikda olinmagan bo'lsa ham shunaqa tezlikda ishlayman men. Hamma yoq tezlik bo'lib ketdi, bu yoqda ayamasiz tezligingizni chiqaraman deb bu qizim ham turib oldi. Agar qizim buxorocha gapirganda aytaydi: "Nanajon, nima qilyapsiz? Nimaga men siz o'zingizchasiz make-up qilyapsiz? Menga ham o'rgating qani?" Bugun слишком ko'p narsa surtmadik, faqat kremчики и наши глазки. И всё. Красиво, qizim. Har kuni make-up слишком qilish kerak emas. O'zim ham itak qilmayman. Qilsam ham men ko'zim pastiga tonalka surtardim ozgincha. Bugun uni ham qilmadim. What talk? You can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds that they like Coopers, pretty little baby. I'm so in love with you. You like this song, Zim? Mommy? No. Oh. Okay, let's go. You can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds that they like Coopers, pretty little baby. I'm so in love with you. Mamushi. Mamushi. Ture. O'zini ming kuyga solib, qimirlab, inqillab sut ichadi. Ana. Nimaga shunaqa ekan? Hamma bola shunaqami o'zi? Что с тобой, qizim? Nimaga bunaqasana, qizim? Voy. Sekin bir xil yotib ichmaydi. Mana shu butulka 25 marta yerga tushib ketadi. Uni sutini ichguncha. Xudo. Да. Nima, qoshlaring qizarib ketgan, qizim? Что не так? Menimcha bunga точно bir narsa yoqmayapti. Nima yoqmayapti ekan? Конечно же, сразу же ChatGPTdan so'rab ko'rdim va u menga aytdi, qizim. Agar слишком och qolib ketgan bo'lsa, o'sha momentda radostdan слишком bularga radostga o'xshamayapti. Ya'ni organizmi xullas qarchi xursand bo'lib слишком shunaqa ko'p qimirlab yuborishi mumkin ekan. Yoki ichidagi gaziklar unga xalal berayotgan bo'lishi mumkin ekan. Именно sut ichgan payti yana ichiga havo ketib, yana qorni bezovta qilayotgan bo'lishi mumkin ekan. Shunda ham shunaqa qilar ekan xullas. Lekin agar вес набирать нормально, hamma narsasi joyida bo'lsa, это нормальное явление dedi ChatGPT. Okay dedim. Va pozasi noto'g'riligi uchun ham yoki nimadir diskomfortdan ham qilar ekan. Shuning uchun pozasini sal to'g'rilab bir tomonga qichaytirib qo'ydim deb mana
единорогga bir tomondan takroriga tiqib qo'ydim, короче, shunaqa qilib. Banditjon bilan ko'chaga ketamiz. Jonim qizim, Lulushi. Да. Да. Вот столько у нас мусора. Коляска, бача. Все вместе выйдем теперь, да, qizim? Dunyoda ikkita qiyin narsa bor. Birinchisi tug'ish, ikkinchisi mana bu Oypashaxon bilan meni uydan chiqib ketishim. Endi Oypashaxonimiz uyqular kelib qoldi. Hozir ko'chaga chiqsam baqirib yig'laydi. Shuning uchun uyda uxlatib keyin chiqib ketmoqchiman, lekin uxlashi ham cho'zildi. Qizim hali beri uxlamaydigan bo'ldi. Buni men sezdim va endi olib ketyapman ko'chaga. Xullas ketyapmiz. Уже всё. Всё. Sizlarga qanaqa chiqib ketayotganimizni ko'rsatmoqchiman. Mana kalaskamiz. Kalaskani tagiga to'la muzorlarimiz. Yana bitta отдельный muzor bor. Va biz Qizim ko'chaga ketayotganini tushunyapti. Qizimning panorama oknalarini ochib qo'ydim. Endi mazza qilib tomosha qilib ketsa bo'ladi. Voy, osmonimizni ham tomosha qilinglar. Вот так вот поставить. Мой phone. Не ставится. Bizi aylanishni juda ham yaxshi ko'ramiz. Daydi lekin juda ham yaxshi ko'ramiz. Qayerga ketdik desa, ketaveramiz. Dadamiz borliklarida ham rosa yadam baqa boradilar biz. Mazza. Havo ham o'sha zo'r. O'zi havo anchadan beri yaxshi bo'lmayotgan edi. Sovuq edi вообще. Oxirgi bir necha kundan beri Xudoga shukr ilib salqin issiqlashib, iliqlashib qoldi xullas. Endi aylanyapmiz. Odamlarga qarab o'zimcha chiqib isib ketgan deb hali ham ko'ylagim olib chiqibman. Ustimdagi kiyib oldim ekan. Salqin ekan полюбому. Lekin odamlar слишком mana ustida mana shunaqa yengil narsa bo'lsa ham yechib qo'liga olib olganda, короче, issiqlab ketganga o'xshab. Mana oldimizdagi parichka sovuqdan qolgan ekan. Qishdan qolgan ekan. Qalin kiyib olishga kerak. Yosh kattalar shu qalin kiyadi. Bu ham yosh juda katta emas, но atak mayli g'iybat qilmaylik. Zimka. Krasota. Yo'nalishimizni o'zgartirdik. Ardonga boradigan joyimizga emas, boshqa tomonga qarab ketyapmiz. Yangi yo'llar ochmoqchimiz o'zimiz uchun. Atrofimizda katta bir park yo'q, ya'ni uzoqroq borish kerak. Ancha yurish kerak, shuning uchun boshqa yo'nalishda ketyapmiz hozir. Velosipedlar sezoni ochilgan, hamma velosipedlarda. Oftobni oldini olish uchun бесполезный shtuka. Qatdan tushadi oftob tushunmayman. Ma'lumlarga hech qachon yordam bermagan shu paytgacha. Kechira qizimning ko'ziga oftob tushyapti. Ilan tepadan tushyapti ekan. Pastdan tushyapti. Tepadan tushyapti ekan. Yoshdan поворот qilib qutuldik. Desam, yana tushyapti. Yo'q, qutuldik, normalniy. Mana bizni yangi bugun ochgan yo'limiz. Mana bu yo'lakchadan yuramiz. Наконец-то qizim. Yoshdan qutuldik. Quyosh biz birga kerak bo'ladi, ba'zida bizga, ba'zida kerak bo'lmay qoladi. Bechora quyosh. Chiqqaniga ham, chiqmaganiga ham pushaymon. Ой, как хорошо. Qizim, как хорошо. Теперь тебе панорамные окна откроем тогда? Мишка?
Малышка. Малышка. Сладость. Джоном. Какая улыбашка ты у меня. Да. Теперь будешь смотреть. Типа панорамные окна, Лолош. Yeşillik ajoyib. Bu yerlar mayli chiroyli qilinmagan. Nodak tabiatda xullas chiroyli. Bobosi qizchasini olib chiqibdi, nabirachasini. Asalim, mana ham qizim qachondir yuradi kelasi yil. Ay jonim, mana yugurishini. Yapti zo'r spot topdim, bu yerda suvlari bor ekan. Bu yangi domlardan biri. Qizimkaga ham oftob tushyapti. Oftob sevar ekanda sizni qizim. Da. Qizimni ko'ziga oftob tushaverib joniga tegdi o'zini ham. No attack. Hozir orqaga qayilib ketamiz biz. Orqaga qarab ketganimizda надеюсь, что мало будет солнца, qizim. Что будет тебе все хорошо. Да. Ой, божечки, моя девочка. Bo'ldi, biz yo'nalishni o'zgartirdik. Потому что qizimga слишком quyosh tushdi. Shuning uchun orqaga qarab ketamiz обратно. Va tez orada uyimga dugonalarim keladi, ular ham ko'chada kutib qolmasin deyapman. Amberlikim juda ham chiroyli ekan, sizlar ko'rsataman hozir. 1 sekund. Qizim, joysan ko'ra olmayapsan. Nilufar gullari bor ekan bu yerda. Hiç ko'rganmisizlar? Tabiatda просто o'zida nilufar guli o'sib yotgani, botanika bog'ida ko'rganman xolos. Ajoyibmi? Обычный domlani oldida shunaqa. Suv qurilgan ekan, juda ham zo'r ekan. Asal gulchalar. Shohida shunaqa chiroyli tabiatli joylari ko'p. Odam maza qiladi. Yuzim ham quyoshda rosa yaltilayapti. Normalniy oftob bor ekan. Baxtimizga vitamin D larini prям quyosh o'zidan olyapmiz endi. Da qizim. Ta'kidlayapti. Ta'kidlab qo'ying qizim. Da. Albatta kim qizim bilan bunday video olmasak bo'lmas edi. Kun juda yaxshi, issiqqina, хотя слишком ko'p issiq edi. Именно shu payt chiqqanimizda вообще yondirib oxiri peshanalarim ham qizarib ketib qoldi. Lekin nima bo'lganda ham qizim bilan o'tkazgan vaqtimni qadrlayman. Bu men uchun juda ham yoqimli payt. Qizim bilan har bitta o'tkazgan daqiqam, даже ba'zida charchab qolgan taqdirimda ham bu narsani doim esimda saqlayman. Bir kun kelib qizim katta bo'lgandan keyin men bilan o'tkazgan vaqtini ham yoqimli vaqt sifatida qadrlab, mehrli qiz bo'lib o'sishini xohlayman. Shuning uchun men o'zimga o'sha mehrni berishim kerak. Mani fikrimcha, agar ota-ona bolasining yoshligida qanchalik ko'p unga e'tibor bersa, mehr bersa, minna bolasi o'sha narsani ota-onasiga qaytaradi. Endi bu konsepsiyam to'g'rimi yo'qmi, qizim katta bo'lgandan keyin bilib olaman. Shunday qilib ona bola quyoshdagida jipil-jipil qilib, bu yoqdan bu yoqqa yurdik, mazza qilib quyosh taxtidan vitamin D larni oldik. Всем hello, я на улице. Я-я-ля-ля, ня-ня-ня-ня-ня. Ой. Держи голову. Моя девочка. Oy, unaqa yaqa olmang, yuzlarim katta ko'rinyapti deyapti qizim. Men bu safar qiyo, menga uni yuzchalari dumbuqligi yoqadi. Ish qilib shunday qilib bir-birimizdan bahramandlar bo'ldik. Что за булочка? Эта шапочка кажется тебе маленькая, кызым. Да? Устали, моя девочка устала. Мы пришли домой. Bugun sarvishga keldilar uyimizga. Bu tarafda Sara. Da, bizga mana shunaqa snack time qilyapmiz hozir. Keyinroq ovqat yeymiz. Albatta va Leo. Hozir da va men yana bitta dugonam keladi hozir. Va keyin dugonalar yig'ilishib olib, u yoqdan chaq-chaq qilib g'iybatlashib va mazza qilib qachondan beri g'iybatlashmagandik deyman. G'iybat qilmaymiz deymiz, lekin u yoqdan g'iybatlar chiqib qoladi. To'g'risi ham shuda endi. Boshqa iloji yo'q, qattiq aytish kerak bak. Aytdim bo'ldi, uni qo'ylaring, hammang tezroq erga tegdi. Mani qizimga dugonalar tug'ib berlaring. Qizim zerikyapti bir o'zi.
Mana bu yerga dugonalar bilan kellaring bu safardan boshlab dedim. Geri bularni unisi videoga oladi, bunisi videoga olasiz. Bularni rasm videosi ham tugagan. Pul beringlar menga. Har bitta rasmga tushganlaringiz uchun. Bisa, til chiqarib. Aytyapman uzunligini. Ha, yo'q, uzunlik o'zimga ham yoqadi. Это моя девочка. Biz hali qizlar bilan o'tiribmiz. Da, qizim? Да, привет всем скажи. Привет всем, привет. Laloshina mana. Qizlar menga yaxshi qaradi dugonalarim. Shunga xursand. Relax, chill qilib o'tiribdi qizim. O'zbekistondan keldilar. Qizim? Это что? Qizim, o'rab chilmashdi xolalari. Malol Madinaga bolamizni topshirib ketalar ekan. Xotin sizdan yubormoqchi bo'lsa, Tamam. Bo'ldi, qochinglar. Bo'ldi.